Bugun ko'pchilikda uchrab turadigan quloq oqishi haqida gaplashamiz. Quloq oqishi deganda ko'pincha odamlar quloqdan, ya'ni yosh bolalarda bu ko'p uchrab turadi, sarg'ish, oltin gugurt suyuqligini oqishini aytishadi. Bu judayam to'g'ri gap emas. Ya'ni quloq oqishi deb quloqdan patologik yiringli yoki shunga o'xshash yiringli siroz suyuqliklarni oqishiga aytilinadi. Quloq chirki yoki bo'lmasa oltin gugurt suyuqligi bu normal holat hisoblanadi va ba'zilarda suyuq, ba'zilarda quruqroq, qattiqroq holatda, ko'rinishda bo'ladi. Bu bilan adashtirish kerak emas birinchi navbatda. Bizni bugungi gaplashadigan mavzuyimiz mana shu quloqdan yiringli ajralma kelishi haqida bo'ladi. Bemorlarda ko'pincha quloq oqishi burun kasalliklari hisobiga rivojlanadi. Ya'ni har xil gaymarit yoki adenoid to'qimasining kattalashishi bolalarda uchrab turadi ko'pincha va shu to'qimani yiringlashi hisobiga burun yo'lidagi infeksiya quloq yo'lidan burun bilan bog'laydigan quloq yo'li bor, ya'ni yestahiniya deyiladi. Mana shu yo'ldan quloq parda ortiga o'tadi va mana shu yerda yiringli massa hosil bo'ladi. Va shu yiringli massa ko'paygan sari nog'ora pardani ezib juda ham kuchli og'riq beradi. Ko'pincha quloq og'riq holatlari, ya'ni quloq og'rigandagi bemorlarimiz o'sha nog'ora parda ortidagi yiringli suyuqlik hisobiga lo'qillagan, pulsatsiyalangan og'riqni seza boshlaydi. Qachonki quloqdan shu yiring pardani teshib tashqariga oqib chiqsagina bu og'riq to'xtaydi, batamom to'xtaydi. Lekin kasallikni keyingi davri boshlanadi, ya'ni quloq parda teshilish davri. Mana shu quloq parda teshilgan davrida ko'pchiligiga bu ma'lumot aytilganda ota-onalar juda ham vahma bilan bu ma'lumotni yoki har xil qo'rquv bilan bu ma'lumotni qabul qilishadi. Ya'ni ana endi bola eshitmay qoladi deganga o'xshash. Lekin bu qo'rqinchli emas. Quloq pardada yorilib yiringli massa chiqib ketishi bu bir tomondan yaxshi belgi. Ya'ni o'sha nog'ora bo'shlig'i yiringli massadan, yiring suyuqligidan bo'shab oladi. Lekin shu joyi juda ham muhim. Mana shu teshilgan quloq pardaga mumkin bo'lgan va mumkin bo'lmagan dorilar mavjud. Lor nazoratida agarda mana shu teshilgandan keyin, ya'ni quloq oqib qolgandan keyin o'z vaqtida davolansa, quloq parda to'liq asoratsiz bitib ketishi mumkin. Ya'ni keyin ko'rganda quloq pardani teshilganligini haqida ma'lumot ham hattoki berilmaydigan darajada bitib ketishi mumkin. Agar shu holat e'tiborsiz qoldirilsa, bundan keyingi asoratlar asta-sekinlik bilan rivojlanib boradi. Ya'ni eng birinchi asorati mana shu pardadagi teshik doimiy qolib ketadi. Undan keyin doimo cho'milganda yoki quloqqa suv tushganda yiringli ajralma ajralib turishi kuzatiladi va bora-bora asta-sekin eshitish qobiliyati ham pasayadi va mana shu holatda faqatgina bemorlarga operatsiya yordam beradi. Boshqacha usulda eshitishni yaxshilashning imkoni yoki pardani tiklashning imkoni bo'lmaydi. Shuning uchun mana shu kasallikka olib keluvchi sabablarni o'z vaqtida aniqlab davolash bemorlarga tavsiya etiladi. Ya'ni qachonki bemorda burun kasalliklari ko'p bezovta qilib turadigan bo'lsa, mana shu bemorda juda ham katta xavf bor. Qulog'ida yiringlab pardani teshib yiring oqib chiqishi mumkin bo'lgan. Mana shuning uchun har doim kasallikni yoki bo'lmasa kasallikka olinib keladigan sabablarni topish va mana shuni davolash tavsiya etiladi. Doimo gaymarit bo'lib turadigan yoki doimo adenoidni bezovta qiladigan, xurrak otib, burundan yaxshi nafas olmaydigan, og'izdan doimo nafas olib yuradigan bemorlarimizga mana shu tavsiyalarni aytamizki, burundan nafas olishni tiklovchi chora-tadbirlarni qilish kerak. Bu bo'lishi mumkin operatsiya yo'li bilan, bu bo'lishi mumkin dori-darmon yo'li bilan. Mana shunda siz quloq oqishi kabi yoki quloq kasalliklari kabi turli xil kasallikni oldini olgan bo'lasiz. Quloq oqishini yana bir xavfli tomonlardan bittasi nog'ora bo'shlig'i bosh miya bilan juda ham yaqin chegarada bo'ladi. Ya'ni bitta suyak plastinkasi ularni chegaralab turadi. Doimiy u yerdagi yiringli protses mana shu miyaga ham turli xil yiringli asoratlarni berishi mumkin. Ba'zan yosh bolada yoki bo'lmasa yosh kattalarda ham uchrab turadi bu holat.
shu bosh miyaga yiringli asoratlar bergan yoki kuzatilgan. Mana shu holatni oldini olish uchun qulog'i oqadigan bemorlarga yoki bo'lmasa qulog'i oqadigan bolalarga e'tiborsiz bo'lish tavsiya etilmaydi. O'z vaqtida davolangan, o'z vaqtida qilingan chora-tadbirlar sizni keyingi kasalliklarni, turli xil asoratlarni oldini olishingizga sababchi bo'ladi. Bundan taxminan 7-8 yil oldin 30-35 yoshlardagi erkak kishini qabulimizga olib kelishdi. Bu bemorda quloq yiringi bosh miyaga asorat bergan va u yerda absses rivojlangan. Mana shu bemor neyroxirurglar bilan birga ko'rilib, shoshilinch ravishda operatsiyaga olingan. Ko'rsatilgan chora-tadbirlarga qaramasdan bemor bir haftadan keyin reanimatsiya bo'limida vafot etgan. Mana shu og'ir va chuqur asoratlarni, bosh miyaga beradigan ko'pincha asoratlarni oldini olish maqsadida o'z vaqtida vrachga ko'rinishingizni tavsiya qilamiz. Agar sizga video manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosing, qulog'ida muammosi bor yaqinlarga jo'natib qo'ying.